Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz va bizni kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi Atirgul degan darvozamizda bu safargisini Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa shaharchasiga olib kelib o'rnatdik. Mana ko'rib turibsiz, bu darvozaning oldindan sizlarga tanish. Bu yerda asosiy farqi nimada? Aytaylik, Nerjibekka ishtirok etgan va Atirgul degan nomga qo'yilgan. Qisqacha ma'lumot berib o'tgan bo'lsam, darvoza haqida 6/8 listdan foydalanilgan, orqasi 1/5 listdan foydalangan. O'lchamlari yana 3/38, balandligi 3/27. Yo'llariga 10 profildan ishlatilgan. 2 stenali, pastiga esa 10lik shviller. Ruchkasiga esa 5/3 profildan foydalanilgan. Tepadagi lazer gullari ham 1/8 listdan ishlatilgan. Qayta uslubidagi zamoklardan foydalanganmiz. Mana ko'ryapsiz. Ochilib yopilishi yengil va kalitga ichida bo'lyapti. Xo'p, vaqtimiz biroz chegaralangan. Keyingi darvozaga ulgurishimiz kerak. Shom vaqti bo'lgani uchun qisqa video qilishga to'g'ri keldi. Mahalladagi akalarimiz o'rnatishga ham yordam berishdi. Mana atrofda ham turishibdi. Alohida rahmat aytamiz. Like qilasiz, darvozaga like bosib qo'ying. Sizlarga katta rahmat. Xo'p, xonadon egalari to'g'risi internetga chiqishni xohlashmadi, biroz xijolat qilishdi, lekin rozi-rizochilikda oldik. Ochilib yopilishini bir qator ko'rsatib oldik. Shunga o'xshash yoki qanaqa darvoza bo'lishidan qat'iy nazar bizga aloqa chiqsalaring, iloji boricha to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Yordam kerak bo'lsa, qo'limizdan kelgancha yordamni ayamaymiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.